إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda sevgi muhabbet haqida to'xtalamiz. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Bazı adamlar var ki, ular Allah'tan başkasını Allah'a şirk kılıp aldı. Ular özü şirk kılıp algan narsalarını müminlerin Allah'ını yaxşı kögündek yaxşı gördü. Şəksiz ki, müminler Allah'ını hemmedin bek yaxşı gördü. Sevgi muhabbet hayatlıkның ceni, bəxt saadetinin kapaleti ve kalbinin kuvveti. Sevgi muhabbetini ve onun kadir kıymetini tunuğanlar kadimde diyen iken ki, sevgi muhabbet umumlaşsa, insanlar arasında sevgi muhabbet umumlaşıdığın olsa, ne adaletke, ne kanun tüzümge ihtiyaç kalmagan bulat deydi. Çünkü her qandaq bir adam bir-biriga sevgi muhabbet bilen, kuyunish bilen muamele kılgan vaxtida bir-birinin haqqını dəfsəndə qılmaydı, bir-biriga nahaqçılık qılmaydı, hemme adamga özünün haqqını bürüdü. Mevlana Celaleddin Rumi sevgi muhabbet hakkında nayeti güzel sözlerini kılgan. Sevgi muhabbet taşını eritadigan ve altını, tupraqni altınga aylandıradigan, insanlarniki qalbini yumuştadigan şunda qimmatlik bir narsa degan. Endi sevgi muhabbet her xil bo'ldi. Sevgi muhabbet hayatlıqning mayasi ve onun bir hacet bolğulu bo'lmaydi. Hemme narsada sevgi muhabbet talep kılınıdı mesela. Ata-onalarning balalarga muamele qilishida, tarbiyasida, muallimning o'quvchilarga tarbiya berishida, ders o'tishida, har qanday bir ishchining, xizmatchining, kadrining, kasibning, dükkanchining, har qanday bir adamning o'zining qilgan ishiga muhabbet bog'lab ish qilishida hem kıldı. Çünkü sevgi muhabbet bilen kılgan iş, ravajlık iş ve o devam kıldığın iş, bereketlik iş hem de neticelik iş. Mesela bir muallim ballarını korkutuş bilen emez, fakat ballarını süyüş bilen, çin kalbinin ballarını süyüş bilen ders ötse, o ballarımı muallimini süydü. Atanım şunu okşaş. Çünkü kalpten kalpke yol bağdaydı. Mesela siz söyseniz, sizini süydü. Sizden sada çıksa, o karşı taraftan sada çıkıyordu. Ama sizde könglinizde sevgi yok, başkalarının sevgini talep kılsanız bu hasıl olmaydı. Fakat süyüş siz birinci bulap sevgi muhabbetini başlaysınız, an sizge onun karşılık geldi. Xuddi bir taqqa çıkıp vaqırgan o'xshash. Taqqa çıkıp vaqırgan adam, mesela nima deb vaqırsa, o'ziga shunday sada keldi. Seni yaxshi ko'rman desa, seni yaxshi ko'rman deb sada keldi. Seni yomon ko'rman desa, yomon ko'rman deb sada keldi. Demak, o'zingiz nimani talab qilsangiz, sizga shu keladi deganlik hamda. Hatta onalar tamoq aytganda, shu tamoqni sevgi muhabbetini qo'shib, ixlos bilan anda qilsa, shu tamoq shunday lazzatli yeyishlik bo'ladi. Ota-ona bolalarni tarbiyalashda o'zining haybati bilan qo'rqitish emas, faqat muhabbati bilan tarbiyalasa, bolalar ata-onam mening yaramazligimni ko'rib qolsa, ata-onam meni urdi, tillaydi emas. Ata-onamning ko'ngli ranjib qoldi. Chunki ata-onam meni pek yaxshi ko'rdi, men ata-onamni yaxshi ko'raman. Ko'ngli ranjib qoldi degan asosda ata-onasini hurmat qilgandan, sevgi muhabbatdan ata-onasini asraydigan bo'lsa, sevgi muhabbatning kuchi hammadan zo'r bir kuch endi u. Ya'ni tahdid bilan, qo'rqitish bilan hal qilib bo'lmaydigan, hal qilib bo'lmaydigan ishlarni sevgi muhabbet bilan qalblarni illetish bilan qilg'ili bo'ladi hamda. Endi sevgi muhabbet her xil bo'ldi. Allah sevgisi, payg'ambar sevgisi, mu'minlarning bir-biriga bo'lgan sevgisi, qarindoshlik sevgisi, vatan sevgisi, ayollarning orasidagi sevgi deganga o'xshash. Muhabbet, sevgi muhabbetninki eng kattasi ve eng ulug'i Allah Taolaning sevgisidir. Allah Taolani suyish iymonning kerakli moddalardan biri ve amel ibadetinin duanın kabul buluşunun şartı. Çünkü amel ibadetini
buyurganlık üçün qildim, şu dozaqdan qo'rqaplı qildim, buyurganlık üçünlə qildim deb qilgan odamning amal ibadati qabul bo'lmaydi. Chunki uni Alloh taologa bo'lgan sevgi muhabbat bilan Alloh taoloning haqqini ado qilyapman. Alloh taoloninki menga qilgan yaxshiliklaridan mingdan milliondan birini bo'lsa-mu ado qilay deb bushini qilyapman. Chin muhabbatim bilan Allohni suyib, ixlosim bilan qildim deb qilsak, u amal ibodat qabul bo'ldi. Allah sevgisi sevgilerinin en katısı. Allah Teala'nı söz imanınki partisi ve emel ibadetlerinin dualarının kabul buluşunun şartı. Sevgi bilen buluşu gerek. Allah Teala'nın sevgisinden kalsa peygamberinin sevgisi kildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste kim ki beni özünün balısıdın, atısıdın ve dünyadaki her kandak nersini bek yaxşı görmekçe imanның halavetini tetimaydı. Yoki mu'min bo'lmaydi. Mu'min, haqiqiy mu'min bo'lanmaydi deb ko'rsatgan. Ya'ni demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni suyish imonning bir parchasi va Rasulullohga haqiqiy ergashganligimizning ifodasi. Endi Alloh taologa Alloh taoloni suyish uchun, Alloh taologa muhabbat bog'lash uchun turtki bo'lgan ishlarni desak, masalan, Alloh taoloning bizni yo'q yerdan yaratib, rizq berib, dünyanınki bütün kainatının xo'jayiniga aylandırıp her qanday bütün dünyadaki hamma narsani inson uchun xizmat qildigan qilib, insonni shuning eng mo'tabar, e'tiborli bir mo'jiza sifatida yaratib bütün mahluqotdan ustun qilganligi, rizq berib, tan salomatlik berib, pul-mol berib, farzand berib, ko'nglimizni xo'shal qilib, bizni yashatganligidan tortib, hamda tug'ilgandan tortib o'lguchi bo'lgan bütün ishlarimizga Alloh taolaning mehribonlik bilan, rahim shafqati bilan muomala qilib, bizni parvish qilganligiga shuni o'ylaydigan bo'lsak-mu, Alloh taolaga chin muhabbatimiz bilan shukr etish va Alloh taolani hammadan bak suyishga bizni bu ishlar shu ishga elib bordamdi. Bizga shu turtki bo'ladi. Uningdan boshqa, masalan, sevgi muhabbatning sabablaridan biri qarshi tarafning mukammalligi, go'zalligi va yaxshiligi. Masalan, Alloh taolaning ism sifatlari, ish faoliyatlarida, zotida, bütün hareketlerinde, tedbirlerde, hükümlerde en adaletli, en mükemmel ve en güzel nerslerini yaratkan ve güzellikini yaratkan, güzellikini insanlara ata qilgan ulug' Rabb. Ana bo'lganlik uchun Alloh taolaga bo'lgan sevgi muhabbatimizning eshiga mushlarning hammasini o'ylasak, sevgi muhabbatimiz texmi kuchlanadi Alloh taolaga. Uningdan boshqa Allohning bizni nurg'un xaym xatarlardan saqlaganligi, kasallardan shifolik berganligi, duolarimizni ijobat qilganligi, arzu armonlarimizga yetkazganligi va bizni salomatlikka erishtirganligi qatorliq Alloh taolaning mush ne'matlarini mush iltifatlarını o'ylaganimizda Alloh taologa bo'lgan sevgimizni aytib ashudu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ylasakmi, payg'ambar alayhisalom bütün insoniyatni baxt saodatga erishtirish, dunyo va oxiratlikini baxtli qilish uchun shu insonlarning o'zining hayotini taqdim qilib, dunyoda hech qanday bir rohat ko'rmay, hayotida faqatla insonlarni hidoyatga boshlash, insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash ve ularga Alloh taolaning dinini yetkazish yo'lida tortgan jafolari, safarlari, jihodlari ve dinni yetkazish yo'lida barliq jafo mushaqqatlari, mushuning hammani o'ylaganimizda hamda hozir masalan biz Alloh taolani tunigan, Alloh taolaga qulchilik ado qilayotgan, Allah'ını bilgen, mushundoq bir holatimizni o'ylasak, bizni mushu holga keltirishimizga sabab bo'lgan kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining rohatidan voz kechib, o'zining turmushidan voz kechib, o'zining yurtini tashlab, hijrat qilib, mushu dinni qo'g'dayman deb. Mushunda qilganlikdan bütün shu Rasulullohning bizga mushu Allohning hadiyasini, Allohning ulug' dinini yetkazish yo'lida tatgan jafolarini hammani o'ylaganimizda Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz haqiqatan eshib bordi. Endi Alloh taolani suyishninki so'yganligimizning ifodasi Alloh taolaga itoat qilish va ko'rsatgani bo'yicha yashash. Alloh taolo ko'rsatgani bo'yicha hayot surish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni izhor qilish va uning ifodasi Rasulullohninki yo'lida izchil menish. Rasululloh ko'rsatgan yo'l bilan izchil menish. Endi Allah ve Rasulning sevgisidan qolsa vatan sevgisi
keladi. Vatan har qanday bir insonningki onasiga o'xshash. Xuddi onasi qanday uni asrab cho'ng qilgan bo'lsa, vatanmi bizni issiq bag'riga besib, mushunda cho'ng qilgan. İnsan onasiga qanchalar kuyinsa, vatanga shunchalar kuyinishi kerak endi. Vatan suyish har qanday bir vijdonliq, iymonliq bir insonning burchi. Vatan sevgisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hayatida mı ko'riladi. Makkaga qanchalik bakka ishtiyoq bog'laganligi, hatto Makkani fath qilib kelishdan burun tushidimi ko'rganligi. Demak, shu ishni shunda orzu qilib, tayyorlik qilib, Alloh taolodan tilab, oyinda qilish orqali shuning amalga oshganligi. Shuning hammasini o'ylasak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining ana vatani bo'lgan Makkani ozod qilib bo'lgandan keyin va dinni kamalga yetkazib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisolamning vazifasi tugagan bo'ldi. Demak, har bir insonning o'zininki vataniga bo'lgan qilishga tegishliklarini mukammal qilganda, uning insonlik va diniy burchi ado bo'lgan bo'ldi degan ishorat chiqadi buningdan. Vatan har qanday insonning onasiga o'xshash, shundoq mehr shafqatlik joy. Vatanga bo'lgan muhabbat insonning tabiiy shu qalbida Alloh taolo o'rnatgan bir muhabbat. Har qanday bir inson o'zining vatanini suydi. Shunga vatan sevgisi quruq da'vo bilan, quruq gap bilan sevindim degan bilan ifodalanmaydi. Vatan uchun qilishga tegishli ishlarni qilish. Qaysi kerak bo'lsa, zamon nimani talab qilgan bo'lsa, vaziyat nimani talab qilgan bo'lsa, shuni qilish talab qilinadi. Uningdan keyin mu'minlarning bir-biriga bo'lgan sevgisi. Mu'minlar innamal mu'minuna ikhwatun deydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Haqiqatan mu'minlar qarindosh deydi. Qarindosh bo'lgandan keyin bir-birini yaxshi ko'rishi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisida sizlar mu'min bo'lmaguncha jannatga kirolmaysizlar va bir-biringlarni so'ymaguncha mu'min bo'lolmaysizlar. Undaqda aranglarda salomlashishni umumlashtiringlar. Tunimaydigan odam assalomu alaykum. Assalomu alaykum degan gapimiz bizningki boshqalarningki aytganligingiz yaxshi bo'lsin, yaxshimisiz degan gapidan necha hassa isil bir salomlashish, omonlashish va omonlik tilash va bir xil bir tilak bu. Ya'ni sizga Allohning salomi bo'lsin, qarshi tarafmi sizga Allohning salomi, rahmati, barakati bo'lsin deydi. Shunda yaxshi bir salomlashish hamda bu. Bu duoni, go'zal tilaklarni o'z ichiga olgan bir ahvol so'rash hamda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu hadisda mushu salomlashni umumlashtirganda mushu sizlarning muhabbatingizning eshishiga sabab bo'ldi. Muhabbatinglar oshsa, u chog'da haqiqiy mu'minlikinglar tamomlandi. Haqiqiy mu'min bo'lsanglar jannatga kira olasizlar degan gapda. Uningdan keyin tabiat sevgisi. Tabiat Alloh taolaning asri, Alloh taolaning san'ati. Biz tabiatni Alloh taolaning san'ati bo'lganligi uchun Alloh taolaninki qudratini va ilm hikmetini namoyon qiladigan bir asar bo'lganligi uchun uni suyimiz. Tabiatni asrash, uni qo'g'dash va undan joyida foydalanish har qanday bir mu'min odamningki vazifasi. Tabiatdagi har qanday jonliq, jonsiz har qanday narsa Alloh taologa o'z tili bilan Alloh taoloning pok ekanligini, mukammal zot ekanligini o'z tili bilan so'zlab tasbih aytadi. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tafqahun tasbihahum deydi yani. Her qanday narsa Alloh taoloni pok deb tasbih aytadi, lekin sizlar ularni tushunmaysizlar. İnsan tushunmaydi. O'z tili bilan ular tasbih aytadi. Endi tabiat ulamolar deydi, Alloh taolaning ikki kitobi bor. Biri Qur'on Karim. Uni mu'minlar o'qib foydalanadi. Biri tabiat. Bunu Alloh taolaning go'zal kitobi. Buni ilm ahlilar, qaysi dinda bo'lsin, bir ilm ahli bo'lgan odamlar unidan o'qib foydalanadi va Allohga bo'lgan iymonini kuchlantiradi. Mu'min bo'lmasa iymon etadi deydi. Masalan, Alloh taolaning shu tabiatdan iborat go'zal kitobini fizika, biologiya, matematika deganga o'xshash mushu ilmlar soyasida o'qib, tabiatni o'qib, tabiatni tushunib, tabiatdagi Alloh taolaning cheksiz qudratini, mo'l ilm hikmatini tushungandan keyin iymon etib, islom diniga kirganlar ko'riminglar ilm ahlilari bakchiq.
Endi şununğa diqqat qilish kerakki, masalan, buni mulohaza qilib ko'rsak, islom dinidan boshqa diniga chiqib ketganlar yo fikrlikdan, jaholatdan, bilimsizlikdan chiqib ketadi. Masalan, shu hozir Afrikada xristian diniga da'vat qilish harakatlari bo'lyotdi uzundan beri. Masalan, ularningki bu shu da'vat qilayotganlarning quroli nima desa, ularning quroli kambag'allarga yordam qilish, tamoq berish, qusuqni to'yg'izish, davolash, kiyim berish. Shuningga aldanib, yaxshi odamlar ekan bu yordam qilgan odamga deb shu musulmon bo'lsa, dinini tashlab xristian bo'lib ketganlar bor. Ayni vaqa Sovet ittifoqi parchalangandan keyin O'rta Osiyoda shunday bo'lgan. U chog'da xristianlar zo'r bir kuch bilan, iqtisod bilan O'rta Osiyoga kelib, xristianlikni da'vat qilgan. U yerda shunga kirib ketgan Uyg'urlarmi shu chog'da chiqib, ba'zi Uyg'urlarni deb berishsa, bunu tamoq verirken, pakize kiyim verirken, hatta ayda maaş verirken, bu baka davalayken, ama şuna olab şuna biz kirip gititken mi, deb kiyini İslam dinine qaytkan ve qarindoshlarni ayda deganlarni ben anlagan. Demek, İslam dininden çıkıp ketganlar yoki jaholat yoki qattiq faqirlik, jaholat va faqirlik ikkisining sababi bilan. Ama İslam diniga kirayotganlar, Yaponiya, Amerika, Kanada, Avustralya, Avrupa devletleri aşağıdaki doktorlar mesela meşhur doktorlar, yani astronomiya alimleri, fizika mütehassisleri, biyologiya alimleri, aşındaq alimler kiratıdı. Demişke, ular şu Allah Taala'nın tabiat degan kitibini okugan, Allah Taala'nı tanıgan. Şuningdan Müslüman bo'lgan. Demek biz hem Kur'an-ı Kerim'ni okup Allah Taala'nınki buyurgan ve tosqanlarına riayet qilishga ve tabiatni okup Allah Taala'nın kudretini, cheksiz kudretini ügüniş bilen bir vaqtda tabiatni okup fen texnikini paydalanıp kuchlik bo'lishga buyurilgan. Biz eğer mushundaq bansak dünyada bizge hiç kimning kuchi yetmaydi asli. Burunqi musulmonlar shunday bo'lgan, qo'ldan kelganini qilgan. Masalan, shu mesela fiziki değil, astronomiya değil, matematik değil, biyologiya değil. Şu ilimlerinin nazarivi asaslarının sağlarının hepsi Müslüman alimler. İbn Rushd deyimiz, İbn Sina deyimiz, Farabi deyimiz, Harizmi deyimiz mesela. Muşlar Allah Taala'nın tabiat kitabını mı okuyan ve Kur'an kitabını mı okuyan, ikilisini okuyan. Çünkü vaktlarda bo'lganda Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'ni yüzaki okuşulan kifaye kılıp Kur'an-ı Kerim'ni o kadar tefekkür bilen da okup paydalanış mı yok. Tabiatni fakat taşlab etken. Aynı bo'lgandan bizning halimiz şu halga tushib qolgan. Çünkü Allah Taala'nın iki kanunu var. Biri şeriat kanunu, biri tabiat kanunu. Şeriat kanunu asasen qilma degan ikki so'zga ixchamlandi. Qilma degan ki riayet qilmaganlar oxiratda jazosini tatıdı. Riayet qilganlar ahirette mukafotini aldı. Ama tabiat kanunuga, Allah Taala'nın tabiat kanunu, sebep kanunu, işligen tishlaydi, işligin degan kanunu. Mushu kanunuga amal qilmaganlar uning jazosini mushu dunyoda tatıdı. Amaliyotda biz musulmonlar shuni tatyapmiz zaten. Kuchsiz, qudratimizdan qilib qolgan, haybatimizdan qilib qolgan shunday bir holatga kelib qoldik. Biz aslimizga qaytish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushungandek, sahabalarning tushungandek, undan keyingi islomning oltin davrlaridagi taraqqiy qilgan zamandagi ve 3 qit'anda hakimiyetini sürgen zamandaki musulmonlarniki islom dinini tushungandik, shunda tushunsak, shunda amal qilsak, bizning aslimizga qaytishimiz Allah Taala'nın izni bilan albatta mumkin bo'lgan ish. Allah Taala hammamizni Allah Taala'nınki kalamini to'g'ri tushunib amal qiladigan mu'minlardan qilsin. Hurmatli ko'rurman qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Keldigan hafta yana birga bo'lishimiz bilan hammalarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.